Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Yaqinqi bir qancha kundan beri vatandan chiqqan bir guruh Uyg'ur san'atkorlarining Yevropadagi mashhur maydonlarda naqsh etib usul o'ynagan videolari ijtimoiy torbetlarda keng tarqalgandan keyin muhaciratlik Uyg'urlarning diqqati va noroziligini qo'zg'agan. Bu videolarda atalmış Abdunum rayonluq 12 muqam ansamblining donglik naqshchilari va usulchilarining naq maydon o'yinlari ko'rsatilgan. Ijtimoiy aloqa vositalarida tarqalgan bu videolarda san'atkorlar Uyg'ur xalq naqshlarini aytib, uningga usul o'ynagan. Chet ellik tomoshabinlar to'plashib o'yin ko'rgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati bir qo'lliq o'rinlashtirgan bu safarda muqam ansamblidagi Uyg'ur naqsh usulchilar Fransiyaning poytaxti Parijdagi dunyoga tanilgan Eiffel temir munori yanidagi supida va Vengriyaning poytaxti Budapeshtdagi qahramonlar maydonida o'yin ko'rsatgan. Bu Xitoy hukumatining 2017-yildan keyin tunji qatim bir Uyg'ur san'at o'migini Yevropa davlatlariga avatishi bo'lib, Xitoy hukumatining yaqinqi bir qancha yildan beri o'zining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikni inkor qilish uchun olib borgan bir yurish, atalmış Şinjan degan yaxshi joy nomli tashviqot faoliyatining bir qismi ekan. Bu san'at o'miki 10 apreldan 13 aprelgacha bu ikki davlatni ziyorat qilgan. Amerika va uning 10 dan ortiq ittifoqdoshlari Xitoy hukumatining 2017-yildan beri Uyg'urlarga qaratgan qabih jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb jakarlagandan keyin Xitoy hukumati buni inkor qilish uchun davlat ichi va sirtida Uyg'urlarni davomli naqsh etqizib va usul o'ynatib, Uyg'ur xalqining Xitoyning hukmronligi ostida noit xo'shal yashaydiganligining tashviqotini yurgizib kelgan edi. Xitoy hukumatining davlat sirtida ilib borgan tashviqoti atalmış Şinjan degan yaxshi joy bo'lib, Xitoy o'tgan yili iyunda avatgan bir Uyg'ur san'at o'mikimi Turkiya va Arab birlashma xalifligida o'yin ko'rsatgan edi. Buningdan sirt Xitoyning Washingtondagi elchixonasi bir qancha yil ilgari mustamlika ostidagi vatanimizning sobiq qo'rchoq raisi Shuhrat Zokirni taklif qilib, atalmış Şinjan degan yaxshi joy nomida tarixini o'tkazgan edi. Xitoy hukumatining o'zining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikni inkor qilish uchun olib borgan atalmış Şinjan degan yaxshi joy nomidagi bu tashviqotini muhaciratlik Uyg'urlar qattiq ayiblagan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas xonim bu to'g'risida baho berib, Xitoyning Yevropada Uyg'ur madaniyatini ko'z-ko'z qilib, Uyg'urlarning vatanda bo'lsa yo'q qilishi qip-qizil ko'zlikdir. Uyg'urlarni usul o'ynatayotgan bu hokimiyat bo'lsa, Uyg'urlarning diniy faoliyatlarini jinoyat deb bekitgan, bizning masjidlarimizni vayron qilgan, tilimizni cheklagan va san'atkorlarimizni tutgan hokimiyatdir degan. Roshan Abbas so'zda yana Xitoyning niyatining Uyg'urlarning madaniyatini qo'g'dash emas, balki madaniyat orqali o'zlarining jinoyatlarini yepish uchun ta'tir tashviqot vositasi ekanligini bildirib, Yevropa Xitoyning bu o'zini aqlash uchun olib borgan harakatiga sherik bo'lib qolmasligi kerak degan. Xitoy hukumatining yaqin yillardan beri g'arb ellarining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik ayblarini inkor qilish uchun davlat ichi va arab musulmon davlatlarida olib borgan tashviqotlari ma'lum darajada natijaga erishgan bo'lsa-mu, ammo bu xil tashviqoti g'arb ellarida oqmagan edi. Shundoq bo'lsa-mu, Xitoy hukumati yana davomli holda qadam-qadam g'arb davlatlarida bu tashviqotini olib bormoqda. Xitoyning tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi 2023-yili dekabrda Uyg'urcha to'n kiyib Parij ko'chalari va muzeyxonalarda yurib, o'zini Şinjanliq va ustiga kiygan Uyg'urcha kiyimlarini Jungo Şinjan kiyim madaniyati deb tushundirgan bir jo'p ayol manqurtlarning videolarini ijtimoiy torbetlarda ham bahrilagan edi. 15 fevral chaqirilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komiteti yig'inida 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komiteti qurib chiqilgan va qurultayning sobiq raisi Dolqin Isa apandim tayyorlik komitetining raisligiga tayinlangan edi. 21 fevral kuni Dolqin Isa apandimning riyosatchiligida Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komitetining tunji navbatlik to'rig'ini chaqirilib, Milliy Kengashning tayyorlik xizmatlari haqida konkret o'rinlashtirish elib berilgan edi. Tayyorlik komiteti a'zolari dastlabki qadamda Turg'unjon Alovuddin, Zumratay Erkin, Abdurashid Abdulhamid, Erkin Ahmetov, Roshan Abbas, Doktor Erkin Akram, Ömer Qanat, Farxat Yo'rinqash, Abdulhakim Idris, Erkin Zunon qatorliqlarni o'z ichiga olgan 27 nafar kishidan tarkib topgan va tayyorlik komiteti tarkibida kotibotlik komissiyoni, iqtisod komissiyoni va orqisab komissiyoni qatorliq 3 komission qurilib,
Milliy Kengashning butun tayyorlik xizmatlari haqida tafsiliy xizmat plani tuzilib chiqilib, 20 dan ortiq davlatdan taklif qilinadigan Sharq Turkistonlik va chet ellik mehmonlarning tizimligini turg'izib chiqish va ular uchun taklifnoma hozirlash xizmatlari rasmiy boshlangan edi. Mehmonlarni tizimlash va taklifnomalarni avatish xizmatlari 20 mart oyoqlashgan bo'lib, navbatda butun chaqirilgan mehmonlarning safar ishlari xizmatlari jiddiy davomlashmoqda. Dunyoning har qaysi ellardan milliy kengash qatnash uchun keladigan aziz mehmonlarni Uyg'ur xalqining an'anaviy mehmondo'stlik xislatlariga mos holda loyiqada kutib olish uchun hozirdan e'tiboran Germaniyadagi bo'libmi Myunxen shahridagi Uyg'ur qarindoshlarimiz orasida umum safarbarlik xizmatlari boshlangan. Germaniya Uyg'ur ma'rif va madaniyat markazi, Germaniya cho'nglar mashribi, o'tir yoshliklar mashribi va yoshlar mashribining pedagog a'zolari yana burunqidekla bu navbatlik milliy kengashning tayyorlik xizmatlariga yaqindan moslashib beradiganliklarini bildirgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining chaqiriqi va sohibxonligida tunji navbatlik Sharq Turkiston milliy kengashi 2018-yili 8 noyabrdan 10 noyabrgacha Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkazilgan. Yig'inga 22 davlatdan kelgan 250 dan ortiq Sharq Turkiston tashkilot rahbarlari, vakillari, jamoat arboblari, siyosiyonlar, mutaxassislar, dangliq ziyolilar, diniy zotlar, davlat arboblari, parlament a'zolari, yoshlar va ayollar vakillari qatnashgan edi. 2 navbatlik Sharq Turkiston milliy kengash yig'ini bo'lsa, 2022-yili 5-oyning 26 kunidan 28 kunigacha yana Myunxen shahrida chaqirilgan bo'lib, bu kengashga 20 dan ortiq davlat va rayonlarda faoliyat olib berayotgan 70 dan ortiq Uyg'ur tashkilotlarining asosli mas'ullari, siyosiy aktivlar, lager shahidlari, ziyolilar, diniy zotlar va shundaqla Sharq Turkiston xalqining taqdiriga va vaziyatiga yaqindan ko'ngil bo'layotgan chet ellik siyosiyonlar va qonunshunoslardan bo'lib, 200 dan ortiq kishi qatnashgan edi. Qurultay markaziy ishxonasining stansimizga bildirishicha, oldimizda chaqirilgan 3-navbatlik Sharq Turkiston milliy kengashi va Uyg'ur yoshlari kengashiga dunyodagi 20 dan ortiq davlatda aktiv faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarining asosli rahbarlari, siyosiy faoliyatchilar, jamoat arboblari, ziyolilar va diniy ulamolarimiz, savdo sanoat sohasidagi sarxillar, yetishib chiqayotgan yosh faoliyatchilar, tadqiqotchilar, shundaqla Sharq Turkiston xalqining taqdiriga va vaziyatiga yaqindan ko'ngil bo'layotgan chet ellik yuqori darajalik siyosiy arboblar, kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, mutaxassislar, Tibet, Janubiy Mongoliya, Tayvan, Hong Kong vakillaridan bo'lib 200 nafardan ortiq mehmon taklif qilinadigan bo'lib, navbatda tayyorliklar jiddiy olib berilmoqda. Amerika bilan Xitoy orasidagi savdo urushi 2 haftadan buyon borgan sir keskinlashib mangan bo'lib, agar ikki taraf tamojna beji masalasida pat yaqinda kelishmasa, buning Amerika iqtisodiga belgilik darajada, ammo Xitoyning iqtisodiga zo'r darajada ziyon elib keladi ekan. Bu savdo urushi natijasida Xitoyning bu yilqi milliy daromadi pastga tushdi ekan. Xitoy hukumati o'tgan oyda Beijingda o'tkazilgan ishki qurultay jarayonida o'zining 2025-yillik iqtisodiy taraqqiyot nishonini, ya'ni milliy daromad nisbatini 5% ga o'stirmaymiz deb o'ttirib qo'ygan edi. Reuters agentligining seshanba kuni bergan xabariga qaraganda, Xitoyning bu yil o'zining milliy daromad nisbatini 5% ga yetkazishi mumkin emas ekan. Chunki xalqaroliq eng chong banklarning mo'ljallashicha, Xitoyning bu yilqi milliy daromadining o'sish nisbati Amerika bilan bo'lgan savdo urushi sababidan o'sishning o'rniga 1-2% tövallaydi ekan. Shvetsariya Birlashma bankasining bildirishicha, hozirgi sharoitda tamojna bejining o'rilishi bilan Xitoyning bu yillik milliy daromadining o'sishini 2% keyniga surishi mumkin ekan. Ularning mo'ljallashicha, oldimizdagi savdo faslida Xitoyning Amerikaga qilgan eksportining 3dan 2 qismi kamayib, Amerikaga 2025-yil qaratgan umum eksporti 10% ozaydi ekan. Goldman Sachs bankasining mo'ljallashicha, Xitoydagi 10dan 20 milliongacha ishchi ishlab chiqarib Amerikaga eksport qilgan mahsulotlar Amerika prezidenti Xitoyga qo'ygan tamojna beji cheklamasiga uchrashi mumkin ekan. Bu bankining bildirishicha, Amerikaning favqulodda yuqori tamojna beji bilan Amerikaga eksport qiladigan mahsulotlarning birdala ozayishi birlashib, Xitoyning iqtisodiy va xizmat bozoriga yetarlik besim paydo qiladi ekan. Angliya BBC radiosining xabar qilishicha, Xitoy raisi Xi Jinping dushanba kuni Vyetnamni ziyorat qilganida Amerikaning ismini atamasdan turib, Vyetnamning bir taraflama zo'migarlikka qarshi turishiga chaqiriq qilgan ekan. Xitoyning zuvoni bo'lgan Xinhua agentligining bildirishicha, Xi Jinping Vyetnam Kompartiyasining bosh sekretari Tolan bilan ko'rishganida ikki davlatni birlikda bir taraflama zo'migarlikka qarshi turishga chaqirgan. BBC xabarida yana Amerika prezidenti Trumpning dushanbada aytgan so'zni naql keltirib,
Ular alamet bir yığın açtı. Yığında Amerikani qandaq joylashni o'ylashdi degan. Bloombergning seyşembe kuni bergan yana bir xabarida Xitoy hukumatining o'zining yo'lovchilar aeroplan shirkatlariga Amerikaning Boeing shirkatining aeroplanini zakaz qilmaslik to'g'risida buyruq berganligi aytilgan. Bloombergning seyşembe bergan xabariga qaraganda Trump Xitoyning suhbat ustaliga kelib tamojna meji masalasini bir taraf qilishiga besim qilgan. Oqsaroy bayonotchisi Caroline Levitt bu to'g'risida "Endi tanlash Xitoyga mansub. Xitoy biz bilan kelishishi kerak. Bizning ular bilan kelishishimizning hojati yo'q. Xitoyning bizning Amerikalik iste'molchilarimizga ehtiyoji bor. Boshqacha qilib aytganda, ularning bizning pulimizga ehtiyoji bor" degan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.